Assalomu alaykum obunachilar. Bugun Marg'ilon kombinat bozoriga chiqdim, mol bozoriga. Hafta kuniga bozor 25-may. Sizlarga endi o'sha nimalardan ko'rsatishga harakatda bo'lamiz endi. Ertalab soat 6 da bugun 25-may sanasi bilan keldik mana. Hozir bir boshdan qo'ldan kelganicha olib yorib berishga harakatda bo'lamiz endi sizlar. Zo'r avjida mana. Sigillardan bir boshdan qo'ldan kelganicha olib boraveramiz. Shu kombinat bozori Marg'ilon. Podpishka qilib Dilmurod Orziyev kanaliga ancha like, obuna bo'lib turasizlar endi. Sizlar uchun mana chiroyli videolar qilishga harakatda bo'lamiz. Xohlasa. Yil bolasi bor. Olmayku. Assalomu alaykum. Kimsiz? Nech pul deyapsiz endi? 20 million baho aytyapsiz, qilishdimi? 18,5. Bolasi xunachi? Yaxshi bozoringiz bersin. Molmani. Suti necha litr buni suti? Yangi to'limi? Ha, birinchisi. Zo'r. Sırada yangi tuproqlar biraz asfaltlar. Sizlar? Siz sizlarmi aka? Nech pul deyapsiz? 30 baho. Qilishdimi? Ha, kami bor. Bu bo'g'ozmi? Ya arkada bo'g'oz. Nomer necha ehtiyot nomer? 90li 300 1548 bo'ldi agar nima bo'lsa. Sigirimiz mana bolasi ham bor ekan. Xunajimmi, novozmi? Mana bu yoqda sigirlar juda serob. Sigirlar serob. Hamma mana ola ham rossiyskiy shekli bu. Va boshqacha turibdi. Boshqacha ekan. Boshqacha. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Tog'a yaxshimisiz? Xunachi? Bolasi xunachini ekan? Nech pul deyapsiz? 33 kam bor. 33 kami bor. Qilishyaptimi axir? Bo'ldi. Suti yaxshimi, suti zo'rmi? Yaxshi. Suti zo'r. Birinchi tutma. Ha. Ha, ya. Mol yaxshi mol ekan. Yana yangi boshqa nimamiz? Sigirlar. Baraka bo'lyapti ashmol. Nech pul bo'lyapti ekan? O'sha arab o'shab Aka nech pul bo'lyapti? Savdolashyapsizlarmi? Yo'q, bu emas aka, mana bu bo'lyapti. Ha, bumi? Novozmi aka bolasi? Xunajin ekan.
Neç pul düşün? 500. O'zimizga begona qilmay oling, mana hozir. Ha, bo'ldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Obunachilar, sizlar. Zobar aka, qalaysiz? Sizsiz? Sizlar bilan charchamasizlar. Rahmat. Sekin. 25 qilishi. Bering aka. Bering aka, zo'r. Jinda qo'shib bering aka. 25 milyon. Ko'tlari keng ekan, mol yaxshi. Kasalar yaxshi. Ardonlarga sotamiz deydi. Zo'r. Egasini olib, egasini ham. Ana qarang, kalla go'shti go'shtiradi, mol go'shti 90 netda mana bitta. Ha. Ana ikkinchi so'rada turib turg'ada. Oldu. Bermayapti akam. Ehtiyot aka necha nomer endi? So'zikimi bir seroqdisizlarda bola? Ha, ben. 91 121 91 121 0229. 0229. Rahmat aka. Bozorlayversin. Nima to'rsiyim? Bu qotdiki. Ya assalomu alaykum. Orbey. Ha o'zimizdan ekansiz aka. Charchamayapsizmi? Bardamsiz? Tejisiz? Rahmat. Sotyapsizmi? Sotyapmiz. Nech pul deyapsiz endi buni? 30 kami bor deyapti. 30 kami bor. Zotchi buni? Zot o'zimiz. O'zimizni. Bolasi qanaqa? Xunachi nima bor? Olaji. Xunachi. Birinchi tug'ishi 2 kiray bor. Birinchi tug'ishi 2 kiray bor. Bo'ldi. Mana shu mol o'zimizdan, akamizdan, tanishlardan yaxshi mol ekan. Ko'tlari normalniy ko'tlari. Bolasi mana. Mana bolasi. Yaxshi mazmun bolasi. Sigir ham chiroyli sigir ekan. Mana. Endi obunachilar bugun nima bo'lganligi uchun sal o'zimiz ham nimali hayajondamiz. Sekin. Nomer berganlardi, sekin so'rab qo'yapmiz endi. Unga qiziq bo'lsa, mana shu mol ham katta mol ekan, chiroyli. Yelinlari ham cho'tka ekan mana. Yelinlari ham yaxshi ekan. Mol yaxshi. Piyoz. Assalomu alaykum. Xolbek aka, kimsizlar? Mol nech pul deyapsiz uka? Xolbek 30 kami bor. Qilishdimi buni? Savdo bo'lyapti. 26,5 ga bermayapsiz. Bolasi qanaqa endi buni? Xunajimi? Bolasi xunaji. Yaxshi mol ekan. Yo'q, mana. Bolasi xunaji ekan. Yaxshi mol ekan. To'sh qaytarib turibdi. Oling. Endi mana bu boshqa mol bozorida sigir yangi tug'ibdi mana. Yangi tug'ibdi bu mol. Gelinlari katta ekan buni. Yangi tug'ibdi. Assalomu alaykum. Xolbek aka, kimsiz? Yangi tug'ibdi bu? Biroyli bo'lib qoldimi? Nech pul deyapsiz endi molni? 30 million. Savdosi bo'lyaptimi? 22,5. Ehtiyot. Nomer bo'lsa qo'yib qo'yamiz aka. Agar nima bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, videoda ko'rib, telefon olib qolish mumkin-da, bozorga chiqqan vaqti yo'q. Nimalar bo'lsa.
99'li 928 2071. Rahmat. Salom, bozoringiz bersin. Mana yana bitta sigirimiz. Savdo bo'lyapti shekilli bu hozir. Ko'ramiz. O'g'lim ham chiqdi, o'g'lim yo'qolib qoldi. İşte. Murat Arziyev kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar akalar. Teşekkür ederim. Sizlar uchun bozorlarda iloji boricha qoldirmay chiroyli qilib syomkalar qilib berish harakatida bo'lamiz. Gel baba. Oshna. Assalomu alaykum. Oshna? Adamimiz nech bo'lyapti ekan? Yo'q, hozir qaytdi hozir. Ha? Qaytdi bu. Qaytdimi? Sizmisiz? Ha.